Qiynanam degan buzdi meni, o'g'irlik qilamiz deb bir yak eplik keldi. Inana, gap qilmayli kirib ketib bormiz, mana ishni taqib o'tib ishlarni qo'yib atmasa, men go sizni tashib o'tib qichib ketavermayli dedim. O'g'irlikning yuqur pallasi, qiynanam igis bormi yo'qmi deb qarayotdi. Yo'q taqildi, yavalayli deb buni jinasti degan bog'ning ishki kirmasdan pishib maymay bo'lib odamning ko'zini choqintib o'tibdi. Egisi bizning soyimizni ko'rib, kappoqchi 10 imtihon og'zimizga sap bo'limiz deb qiynanam ikimiz bas deyishga boshladi. So'rma yeganning dadini tortib, chemyanda defang, o'hoyuna, xomyanda defang, pot-pot-yuna deb hojatxonaga o'zimizni tashildik. O'g'irlikni malla qamlashtiram demki desam qiynanamni qamlashtirdi ekan mana ishim yemgan bo'pli bag'dan egisini yiniga keldi. Degan film ajoyib qiziydi. Uchayni bo'shan qatnashtirib, biyani muqimlashtirib o'tib, ondan kurasli xalq. Bumi kulib, dumlab ketib, miyada o'sirib salsizlarga odamni satlashtirib. Rostchuma ma gapma bir do'stimiz penglin cho'g'ashtirib yezibdi. Yomon qizqaliq gaplarni qilsizga kulib dumlab ketibdi, men miyada o'sirib o'tib qolgandim, erim yomishimga bin tepib taranchkilining yiniga ketali deydi. Qaynapamning shipping tatishlarini ko'rmaymizlar bolalar, qayna singlimni tatib qo'yayotgan yerlar va sizlarga parang qilib berma deb taranchkilin salomlarni unutib qoldi g'ashva. Yerim yo'lda bo'lsa salomlarimni qabul qilasizlar xalqim. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimisizlar? Men taranchkilim Yassardan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Oluvchini o'z vaqticha ishlar qo'yilib ketmay tursin. G'o'ljidiman oluvchi deymiz. Bir so'nglar glas deysizlar ekan, bir so'nglar oluvchi deysizlar ekan. Bu oluvchi bilan glasning farqi qandoq? Bir rasmga tortib yo'llab qo'yinglar pinglinchida. Mening o'ziyotganim glasmi yo oluvchimi? Oluvchimi deydi desam glas deydi. Glasmi deydi desam oluvchi deydi qiynapam. Voy o'ziyotganimning nimaligini bilmayman. Bu do'yindikilar o'zi javob bersin. Buningga deb mas'ulni sizlarga tashildim. Qaynanamning yog'liqining tushib ketganiga kulib tursam, qaynasanglimning yomshin chaqaq chiqibdi, kulib ko'zlarimni yoshildim. Endi bu baqqa o'g'irlik qilganmi kammidoq, lekin bundoq mevchilar bo'lgandan baqqa kirgandan keyin yeb qo'ymizkanda, mush oluvchingizni uzib biz bir varin qaytib chiqirib olsak deb ashtarab kelgan. Ammo bu bog'dagi akimizning mehmon do'stliqi voy ukam yangla ilonla beqinlida. Bir bog'vallarning chiroyi qarsanglar qopig'ida muz yog'di-ku, bir narsani ortiq yovalamdi deb. Ma akimiz amma shundoq bir mard, shundoq bir esilgan-ku. Aka bu bog'laringizning uruklarini, mush mevalarini, mush shundoq sayohatchilarga mush sayohat qilib, kelib, mush o'zlari uzib kesib bo'lmandi. Uningga tayyorlik qilyapmiz deydi. Agar shundoq bo'lib qolsa do'stlar sizlarga o'rni bilan iniq chiqirib bermayman ma bog'ni. Ken bir uruklik bog ekan, ammo uruk deganmi ajoyib o'xshabdi ham pek-peyizga. Mening bugun qilmoqchi bo'lgan maqsadim mush oluvchining varin qaytish usulini chiqirib berang deb pinglinchik jiq yezibdi-ku do'stlarimiz. Shunlashqa mushni qilay deb atayin shu baqqa berib oluvchini uzib keldim. Bu mevaning chuchmanligiga varin qaytib yemasa yegini bo'lmaydi. Ikkitali yeb qo'ygan bo'lsanglar ko'zlaringlar joyidan chiqib ketadi qisilib. Endi men qiynapamning tayyorlash usulini sizlarga ozroq deb beray. Buni endi ko'pincha do'stlarimiz mushu shakarni tang tayyorlash usuli orqali shakarga ozroq suvni qo'yib qaynatib qildik. Bu oluvchining o'zining suvi ajoyib chiqdi. Sho'ng apam u xil usulni tanlamay, ma xil usulni tanladi. Ya'ni eng avval tegiga bir qavat shakarni qo'yib qilib chechib keyin uning tubiga bir qavat oluvchi, bir qavat oluvchining tubiga yana bir qavat shakar. Mushtaq qilib bir qavat oluvchi, bir qavat shakar qilib, mush qavat qilib hamma yerga shakarni tindirib, undan keyin bir 6-7 soat mushtaq besib qo'ydik buni. Dal oluvchini qaynatadigan kelganda og'rib bo'ldim ballar men. Menga ajoyib so'q keldi-da, bunda mev-chiv degandek narsa shunda so'q keldi. O't so'qacham men. Beshimni ko'tiraman yetib ketdim. To'xta oluvchining oxirini qaynatib etil deb mush bir sada keldi-da ko'nglimda. To'xta qo'pay jumo deb qarsam, qiynapamni bir yoqda yetib ketibdi. Shunga o'tni silib tayyorligini qilg'ashtiray deb, mana o'chqimizga o'tni silib bu varin qayntirgan degan kelgan bu o'chanda 6-7 soat qo'yib qo'ydigan bo'lsa, azroq suv chiqadi ekan o'zining. Shuning bilan qo'yislar ekanda, men o'tkizgan vaqtda. Qo'yib qisam asta ko'pik chiqishga boshladi. Bu ko'paklarni ancha-muncha og'in tudim. Endi bo'z qiynanamning degan to'g'ri ekan. Shakarga gidek ham suvni qo'yib, uni qaynatib, uningdagi mani chiqargan bo'lsam, buning suvi qancha ko'p ketaverib qo'ydi. Ajoyib suvi chiqdi ekan bu oluvchining danglar. Yoki shakarning suvi chiqdimi, ish qilib mush suvi degan shunday qo'yib ketdi birdamda. O'ng'icha ham to'xtamasdan mana shunday aralashtirib, undan keyin ham ko'pikni ep turimizga, ko'pikni qancha yaxshi ep bersanglar, undan keyin shunda payzoldi muzlatgandan keyin mana ko'pik tubida laylab olmaydi ekan. Uzoq qilib birlik qaynatamdiq balam deganda mayli hamsa desam, qiynapamning tuyuqsiz buni ap qo'yib qish tegiz kelib qoldi da, bu degan so'g'oq, qishlarda quruq qisiq vaqtda desak bo'ladi balam. 2 kun qaynatayli dedi. Birinchi kuni xeyli obdan qaynatdik. Andan keyin muzlatib ap qo'yib, ikkinchi kuni yana bir o'choqqa qo'yib buni hamish 5 minutdan 10 minutgacha qaynatdik. Qaynatib buningni chiqqan ko'piklarni bir aqor elib etgandan keyin muzlatib qo'yib qo'ydik. Ondan buning shakar miqdori bo'lsa 5 kilo oluvchiga 4 kilo shakar qildik. Har 1 kilosiga 800 gram atrofida to'g'ri keldi. Shundami chiroyli, shundami payza ta'mlardan tot, sifatdan tot, yeb bekpayzibdi ballar. Sizlarmi cho'qim mushu usulda mush uyda oluvchilaringlar bo'lsa, mushta qaynatib qilsanglar bo'ldi-ki. Qiynapam ikkimizning mushu istiqlol jabba tatib, mushta filmlarni chiqarganligimiz uchun bo'lsa-mi, yuraklaringlarni berib, gullaringlarni yo'llab, andan keyin taklif fikrlaringlarni jiqaraq yozib qo'yishinglarni umid qilmay jumo. Gwenjo qilsanglar mushta yo'qab ketib necha kun. Gwenjo qiling ha, bir kunda chiqay. Ma'qulamiz xayr xo'sh Gwenjo qo'ling jumo.